Assalomu alaykum. Xo'p, demak, o'tgan darsdagi mavzumizni takrorlab olamiz. Xo'p, Ruxshona, o'tgan darsda nima mavzu o'tdik? O'tgan darsda tenglovlar sistemasi mavzusida o'tgan. Yaxshi, o'tiramiz. Xo'p, qani kim javob beradi? Tenglamalar sistemasini qanaqa usullarda bajarish mumkin edi? Xo'p, Davlat. Tenglamalar sistemasini qo'shish, o'rniga qo'yish grafik usuli bilan ishlaymiz. Yaxshi. Xo'p, biz demak o'tgan darsimizda tenglamalar sistemasini o'rniga qo'yish va qo'shish usulini o'rgangan edik. Bugun endi grafik usulda bajarishni o'rganish uchun koordinatalar sistemasi bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzumiz demak koordinatalar sistemasi. Xo'p, bizga koordinatalar sistemasini o'rganish nima uchun kerak bo'ladi? Oddiy biz telefonlarimizda kartalardan foydalanamiz. Misol uchun taksi chaqirmoqchi bo'lsak, lokatsiya tashlab beramiz. Shunaqa holatlarda demak asli o'sha dasturni ishlashi koordinatalar sistemasi orqali bajariladi deymiz. Shunaqa nima bor? Qayerda turibsan deganda aniq turgan joyini aytish uchun bizda koordinatalar tegisligi yordam beradi. Misol uchun bu narsa okeanlarda katta kemalar suzganda ham, kemalar qanaqadir halokatga uchraganda aynan qaysi okeanning qaysi nuqtasida joylashganligini aniq ayta olish uchun ham koordinatalar sistemasidan foydalaniladi. Demak, koordinatalar sistemasi vertikal Y o'qimiz va unga perpendikulyar bo'lgan gorizontal X o'qlarimizdan iborat bo'ladi. Vertikal Y o'qimizning nomini demak ordinata o'qi, X o'qimizni esa absissalar o'qi deb aytamiz. X va Y o'qlarimiz kesishgan nuqtamiz koordinataning boshi deyiladi va u O harfi bilan belgilanadi. Koordinata boshida esa 0 soni joylashgan bo'ladi. Va 0 dan o'ng tomonda X o'qimiz uchun musbat sonlar ketma-ketligi, 0 dan chap tomonda esa manfiy sonlar ketma-ketligi joylashtirilgan bo'ladi. Bu X o'qimiz uchun. Y o'qimiz uchun esa 0 dan yuqori qismida musbat sonlarimiz ketma-ketligi, 0 dan pastda esa manfiy sonlarimizning ketma-ketligi joylashtirilgan bo'ladi. Va nuqtalarni, koordinatalarini topganimizda berilgan nuqtadan koordinata chiziqlariga perpendikulyar chiziq tortib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, bizda mana bu yerda bitta A nuqta joylashgan bo'lsin. Mana shu A nuqtamizning qayerda joylashganligini bildiradigan narsa bu uning koordinatasi. Xo'p, demak A nuqtamizdan X o'qqa chiziq tortganimizda X o'qdagi 5 soni turgan nuqtaga kelib joylashdi. Demak, A nuqtamizning absissasi 5 ga teng deb olamiz. Ana endi A nuqtamizdan Y o'qqa xuddi shunday perpendikulyar chiziq tortamiz va bu yerda Y dagi 4 soniga to'g'ri keldi. Va A nuqtamizning ordinatasi esa 4 ga tengligini aniqlash mumkin bo'ladi. A nuqtamiz qayerda joylashgan desa 5 u 4 koordinatada joylashgan deymiz. Koordinata yozilganda doim birinchi o'rinda absissa ya'ni X ning qiymati, ikkinchi o'rinda doim ordinata yoki Y ning qiymati yozilishi kerak bo'ladi. Va bizda bitta nuqta berilgan bo'lsa, B nuqta koordinatasi -2 u 3 ga teng bo'lsa, B nuqtani koordinata tegisligiga qanday tartibda joylashtiramiz?
Demak, birinchi navbatda x dagi -2 ni topib olamiz. Mana x dagi -2 nuqtamiz, y dagi 3 nuqtani aniqlab olamiz. Demak, y dagi x nuqtamiz yuqori tarafda bo'lgani uchun -2 dan yuqoriga qarab chiziq chiqaramiz. Va uchimizdan shu chiziqqa qarab perpendikulyar chiziq tortamiz. Ikkala chiziq kesishgan mana shu nuqtamizni B nuqta deb olishimiz kerak bo'ladi. Demak, tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana B nuqtamiz x dan -2 koordinatada, y dan esa 3 koordinatada ekanligini ko'rish mumkin. Demak, biz nuqtani to'g'ri joylashtirdik deb qabul qila olamiz. Xo'p, bugungi mavzumiz tushunarlimi? Yaxshi. Demak, doskadagi chizmalarimizni chiroyli qilib ko'chirib olamiz daftarimizga. Doskadagini yozib olgan bo'lsak, hammaga mavzumiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, kim doskada nuqtani belgilashni topib ko'radi? Xo'p, Dilora. Kelamiz doskaga. Bizga demak A nuqta berilgan, koordinatasi -3 5. -3 5. Xo'p, yaxshi. Xo'p, yana kim? Mubina. B nuqta koordinatasi 2u -3. 2u -3. Xo'p, yaxshi, o'tiramiz. Xo'p, bugungi mavzumiz demak ko'pchiligimiz topshiriqlarni yaxshi bajardi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak uyga vazifalaringni tarqatib beraman. Berilgan topshiriqlarni uyda bajarib kelasizlar. Kimda tushunmovchilik bo'lsa, uyga vazifa bo'yicha Telegram gruppada yozishingiz mumkin. Javob berib turamanmi? Demak, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Hammalaring sog' salomat qolinglar, yaxshi qolinglar.